Mana shunday lazerli apparati ham bor. Bunaqa gullari ham videosi oladi. Akalar, birinchi qo'l hozir men sizlarga mana shu Chorva Pro drabilkalarning to'liq ma'lumotini beraman. Assalomu alaykum aka, keling. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sizimiz charchamaysiz. Aka, ismingiz nima edi? Karim berdi. Akamiz Karim berdi. Mana shu Chorva Pro drabilka ishlab chiqarishadi. Aka, bu yerda necha puldan necha pulgacha drabilkamiz bor? Aka, batta 1.300.000 mingdan deb qo'yganmiz o'tgan safar. Rozada aksiya deganmiz. Roza kirib keldi, mana aka 1.200.000 qildi o'sha. 1.200.000 so'm. 1.200.000 so'mdan. Qaysi biri edi? Mana unisi. Mana shu 1.200.000 so'm, ha? Aha. Hozir akalar buni to'liq ma'lumotni beramiz. Mana shu 1.200.000 so'm. Yana necha pul ag'i? Ha, 1.200.000ligi bor, 2 millionligi bor, 2.200.000ligi bor. Xo'p. Demak, 1.200.000 so'mdan necha pulgacha? 2,5 milliongacha. 2,5 million so'mgacha drabilkalarimiz bor aka. Akalar, usta akalarimizni mehnatini qadrlab, bitta like bosib qo'yinglar. Xudo xolisi bu o'zimizning milliy brend, o'zimizning mahsulot, o'zimiz podbeshga qilib turamiz. Hozir ashi 1.200.000 so'm deyilgan drabilkada ham bash o't mahsulotdan chiqarib ko'rsatib beramiz, aka. Ko'rsatib beramiz endi. Xo'p, bo'lmasa aka drabilkalarimizda yuragi bo'lgan buni sekkalari, Aha. tishlari to'g'risida ham bitta yaxshi ma'lumot beraylik aka. Aha. Birinchi o'rinda motori. Motor aka, mana ularimiz 3,5 kW, 3,5 amperot deyiladi. Aha. Mana bir xil mijozlarimiz olyapti-da drabilkani. Olib borib turib, tiqilib qolib o'chib qolsa nima bo'ldigini o'ylayapti. Mana narsasi paploy, samazashda o'zini ehtiyot qilib tashlab yuboradi shu narsa. Ko'pchilik olayotgan klientimiz e'tibor qilmayapti shu narsaga. Mana shu narsani bosadi, yana ishlataveradi. Hali tiqilib nagruska berib o'tsa. Bitta bosib qo'yib qaytadan ishlaveradi. Ishlaveradi, to'y ko'rsatadi. Zo'r. Hop, keyingisi bu titan motor ekan-a? Titan motor. Bunisi esa endi bularimiz mana 6,5 kW ga 3,5 amperotli alyumin bo'ladi bu. Alyumin, ha. Bu ham xuddi shunaqa, misligi ham bor, alyuminligi ham bor. Buni ham xuddi shunaqa, 3,5 kW misligi ham bor, alyuminligi ham bor. Keyin mahaviyga kelamiz. Mana mahaviyimiz mana mashina listdan bo'ladi, mana aka. Bu list qalin aka. List qalin, 7 lik bo'ladi. 7 lik list. Zavodskiy mahaviy deydi, mana bu narsamiz 1 lik bo'ladi. 1 lik bo'ladi. 10 da endi bu. Og'ir bo'lar ekanda. Yo'q, u qatirilgan holat shekilli. Qotirilgan ekan. Aha. Xo'p. Buni tishi nechta, buniki nechta? Tishlari bir xil bo'ladi. Malatga o'tishi hamma yo'g'i bir xil bo'ladi. Farq bu temirli bo'ladi, bu cho'yanli bo'ladi. Cho'yan. So'raganlarga bundan? Aha. Bundan xolasa undan. Farqi yo'q. Narxi bir xil, narxi bir xil. Gap yo'q, zo'r. Setkalari bittasi qo'ybob bo'lar ekan-a? Aha, qo'ybob, molbob. Molbob. Bu nechilik yorma? Bu 4 lik bo'ladi, yormagan. Buni 2 likmi? Bu 1.6 bo'ladi. 1.6. Kepag'i beradi. Un quvuradi bu. Yaxshi, zo'r. Xo'p, drabilkamizni mashina ustaxonani ko'rsatdik. O'zlari birinchi qo'l. Bizni ko'pchilik aka mahsulotni birinchi qo'ldan olishga odamlar ololmaydi-da. Ko'pincha ikkinchi qo'l shunaqa olib sotarlarga o'tib boshqa. Birinchi qo'ldan olasizlar. Hop, bular setkalari yonda almashar ekan, bitta ko'rsataylik. Aha, aka bu setkalari yonboshda bo'ladi. Qiynalib, tepani bo'shatib, qatirib yechib boshqa qilinmaydi, yonboshdan mana. Mana shu yondan oladi, yana ashdan qo'yib olaveradi. Zo'r. O'sha 4 xil nasatkasi mana shu yerdan tushib, olib qo'yilaveradi. G'ildiralari bor, mana yetadi. G'ildiralari bor yetalash uchun. Yaxshi, zo'r. Keyin mana bu narsalarni mana o'zgartirish qilib, oldingilarimiz sim bo'lgan mana shu ko'pi. Biz qalinroq qilib, listdan qilib, oyoqlari mo'shnib turish uchun. Yaxshi. Mana ularni qalinlashtirganmiz. 2 lik qilganmiz bular hammasini. Manetlarigacha, taylilar 2 dan qilingan. Tepasi 1,5 1.3 bo'ladi. 1,5 1.3 bo'ladi. Yaxshi. Xo'p aka, bu drabilkamiz to'g'risida ma'lumotni berdik. Buni garantiyasi haqida asosan. Aka, buni garantiyasi hech kim bizga garantiya anaqasiga bermaydi, motoriga garantiya bermaydi. Lekin biz beryapmiz garantiya. Qancha? 2 oy garantiya beramiz. Motoriga 2 oy garantiya. Korpusga 6 oy garantiya beramiz. Korpusga 6 oy garantiya. Yaxshi, bironasi bo'lsa, xudo xohlasa almashtirib beramiz. Almashtirib beramiz. Keyin yana bitta narsa, mana qorin qismini bir xil turba variant deyapti. Qalin unli bo'ladi. Unaqa variantimiz ham bor mana. Mayda ko'rdim, ha? Bu o'sha eski Vipska bo'ladi aka bular. Tepadan olib mana bu holat bo'ladi-da mana. Tepani ochasizda mana shu qalin bo'ladi bunisi. Elay manetdan solib olinadi. Pichoq, ana setkasi. Setkasi. Yaxshi. Bunda ham xuddi o'shna mahaviy hamma bir xil bo'ladi. Faqat shu tepadan olib solinadi. Shunisi, mana bunisi qalin bo'ladi. Mana shu nechi pul chiqadi o'shanda? Endi bunisi 100 ming so'mdan qo'shilib qoladi aka. 100 ming narx qo'shiladi. Men tavsiyam, men ularga tavsiya qilaman men. Chunki yangilanish bu narsa, bitta narsa bunga kuch kelmaydi aslida. Metga elay olib solishda bu pichoq tig'i bo'ladi, boshqa bo'ladi, misol qo'l yelinishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Bundan ko'ra mashlar tavsiya qilaveramiz. Lekin bu variantdan ham qilib qo'ygan.
Yaxshi. Xohlovchilar uchun. Xo'p, mo'yimiz o'sha 1 million 1 million 300 mingligimiz mana shu 1 million 200 mingga beramiz dedik. Aha. Motor necha kilovat? Motori 2 kilovat bo'ladi. 2 kilovat bo'ladi motori. Aha. Bunga o'sha garantiya beriladimi? Bunga ham garantiya beraveramiz. Garantiya beriladi. Naboda kela bo'ladigan bo'lsa, pichog'ini bitta ko'rsatyapti. Buni farqi shu pichoqda bo'ladi. Bitta ko'rsatyapti operator. Pichog'i o'sha pilisovoy bo'lar ekan. Pilisovoy bo'ladi. Bunga hech qanday pichoq mahaviy qo'yilmaydi. Mana shu holat bo'ladi, bo'ldi. Bu universal hisoblanmaydi bu. Bir xil elagi bo'ladi, bo'ldi. Hozir bunda faqat qashay uchun chiqarib beramizmi? Bunda ham chiqarib ko'rsatib beramiz. Yaxshi, narxini aytdik. Dastlabkalari qanaqa bo'ladi? Dastlabkalarini kelishamiz. Kelishilgan holda. Kelishilgan holda jo'natib beraveramiz. Yaxshi. Xo'p, bo'lmasa mashinani bitta yurgizaylik. Birinchi somon chiqaraylik-a. Bo'ldi. Mashinada hozir 1 million 200 ming so'mlik, demak, ya'ni 100 dollar so'mlik Ramazon aksiyasi deb o'zdolartirgan dravlikamizda hozir bitta somon chiqarib ko'rsatib beramiz. Setga ham qo'yiladi bunga bir xil. Ya setga qo'ymaymizmi hozir? Bunga setkasi bor ekan o'zi. Setkasi bor ekan? Aha, setkasi bor ekan. Setkali holatda hozir somon chiqarib ko'rsatib beramiz akalar. Faqat o't mahsulotdan chiqaradi. Mana ovozi ham lekin zo'r. Gap. Bitta lag bosib turasizlar akalar. Endi bunda akalar misol uchun cho'pdan chiqarolmaysiz. Ozroq chiqarasiz-da. Misol narigilarda bitta pirisni, misol beda pirisini, pol pirisini, somon pirisini 1 minut, 1,5 minutda chiqarib bo'lasiz aka. Ha bunda chiqaradigan bo'lsangiz 10 minut vaqtingiz ketadi. Bitta piris chiqarib. Vaqt narigini olsangiz vaqtdan ekonom bo'ladi. Lekin bunda ham misol shashilmay chiqarsa bo'laveradi. Masalan, menga bo'laveradi deganlarga tavsiya qilaverasiz-da. Bo'laveradi deganlarga tavsiya qilaveramiz. Yana bitta narsa, o'zimda motor bor deganlar bo'ladi. Motorim bor deganlar uchun xuddi mana shu holatga motorni olib qolib, o'rniga mahaviy beradi. Mahaviyimizdan 500 ming turadi. Yaxshi. Qolasa mahaviy beramiz, qolasa motor. O'chiror aka bo'ldi. Lekin bu ham yomon emas aka. Mana chiqardi-yu. Shunchalik. Shunaqa. Sekinroq chiqaradi. Sekinroq, ha. Mashina 1 million 200 ming so'm shayda olib ketishaveradi. Aha. Gap zo'r. Chorva Pro, universal drabelka. Hop, endi universalga o'taylik aka. Universallarga o'tamiz aka. Buni narxi nechi bo'ldi? Ha, mashalarimiz mana. 3,5 kilovatga 3,5 ming оборотli alyuminli bo'ladigan bo'lsa, joyimizda 1 million 900 ming so'm. Ha, 1 million 900 ming so'm. Joyimizda 1 million 900 ming so'm. Agar kelishsa, yana ancha-muncha o'tib beramiz. Akalar, agar 1 million 900 kelib shaydan baraka topdan telefon qildim desalaring, 1 million 900 ming deyishyapti. O'tib beramiz deyishyapti, kelaverasizlar. Ha. Shuni endi 6,5 kilovatga 3,5 ming оборотлigi bor. Unisi 2 million 200 ming so'm. Joyimizda. Hop. Agar misli olaman deydigan bo'lsa, 250 ming so'm qimmat bo'lib qoladi. Aha, 2 million 400. 2 million 450 ming. 450 ming so'm bo'ladi shayda. Shayda, joyimizda. Dastlabkalarimiz ham bor. Dastlabga qilib berdiganga qilib beraveramiz. Dastlabga qancha, vodiga qancha qo'shilib qoladi? Vodiga hozirgi kunda 150 ming, 200 ming, 100 ming ham qo'shilib har xil bo'lyapti endi. Dastlabga qarab. Yaxshi. Voha tomonlarga 300 ming qo'shilyapti. Hozir molbob setkasida poya chiqaraylikmi? Aha, molbob setkada poya chiqarib beramiz. Bitta poyani chiqarib beraylik, keyin don mahsulotlarini chiqaramiz-da. Bug'doy, makka chiqarib ko'rsatib beramiz akalar. Erinmasdan like bosib turaverasizlar, bu setkasini baqa olib qo'yaman. Bunisi qo'ybob mana. Hozir bitta bunda ham chiqaramiz lekin. Ha, bunda ham chiqarib ko'rsatib beramiz. Xolasangiz uchovini ham chiqarib beramiz. Bo'ldi. Mo'zni ham o'tkazib chiqaramiz. Ha, bunda ham chiqaraveramiz. Bo'ldi. Bosavering. Somon chiqaryapti aka, somon. O'sha aytganimizda nariginda ozroq tashlaysiz. Bunda misol mana. Tashlaveradi. Katta tashlaverasiz. Endi payani qo'shib yuboringiz aka. Endi pohol birisi ham chiqarsangiz bo'laveradi aka bunda. Pohol birisimiz ham bor, pohol birisi ham chiqarib beramiz. Pohollar bor ekan, kelar bitta o'rdan. Bo'ldi, o'chiraveray.
Pohol ham maydalaverar ekan. Maydalavera poholni. Mashinamiz 1.9 million so'm. Aha. Agar vodiy ichi bo'lib qolsa 2 million so'm bo'lar ekan dastlab. Shunaqa, ha. Gap yo'q. O'zbekda paya chiqadi, payani maydalaverdi mana. Payani ham maydalavera. Poholni ham, somonni ham mayda-mayda qilib tashladi. Mol bo'lib setkasida. Mol bo'lib setkada. Yaxshi, zo'r. Mana bunda hali yorib tashlaydi. Yorvoradi, balatga bo'lib yorvoradi. Ha, shu yorgan hisobiga hali qattiq joyini ham yo'radi. Bo'ldi. Aka, endi mashinada bitta hamda. Aha. May setkasini qo'yib turib, Aha. somon chiqaraylik. Bo'ldi, qo'yib olibdi. Bo'ldi. Bitta ko'raylik. Hozir setkasini yondan olamiz mana. Yondan olib turib, hozir mana qo'yib olib setkasida somon chiqaraman. Paya ham chiqarsa bo'ladimi-ki? Chiqaraveradi, poya ham chiqaraveradi. Chiqarib beramiz qo'ldan keyin. Hammasidan chiqaraveradi. Bo'ldi. Bunda ham pohol bir sam chiqarsa bo'laveradi. Bo'ldi, poholi ham bitta ko'ramiz. Hammasidan o'zini chiqarib beramiz. Somonimiz bu. Endi payani chiqaraylik. Makka poya. Endi poholdan chiqaraylikki. Poholdan ham chiqarib beradi. Vaqti mayan qilib yubordi. Zo'r, poholi ham vo'p shunday qilyapti. Poholi ham zo'r chiqarar kerak. Poholni ham zo'r chiqaradi bu. Endi bularimiz to'k normalniy bo'lib beradigan bo'lsa, 1 minut vaqt ketadi bitta prisga. 1 minut bir choli pris bo'ladigan bo'lsa, pohol pris. 1,5 minutda chiqarib bo'ladi. Mana buni poholi ko'rsating, sizlar 1 million 900 ming so'm bo'ladigan drabilkangizda o'tib ham beraman deyaptilar. Mana somon chiqardik, pohol, hashak, ming qilib tashadi. Qarang mana, qarang. Mana mashinda ana Makkan Rosmonalik qattiq o'zay joylarni ham yorma qilib tashlaydi. Mana shu qo'yib olibdi. Gap yo'q. Mana shu qo'yib olibdi, molga ham ana qilib bersa bo'laveradi. Xuddi silos singari bo'lib ketadi. Silos. Ko'k paylam qo'l. Ertadan keyin silos sezonda silos ham qilaveradi. Qilaveradi, silos. Qilaveradi. Gap yo'q, zo'r. Bu 1 million 900 ming so'mlik drabilkamiz aka. Agar o'zlaring kelsalaring, tushib beraman deyaptilar yana. Yaxshi. Akalar, hozir biz sizlarga mana shu buni bug'doy chiqaramiz birinchi. Orqasidan buni mardaga bilan chiqarib beramiz. Setkasini almashtirib olamiz. Ha, setka almashtirib turib chiqarib beraveramiz. Zo'r. Birinchi bug'doy chiqaraylik aka. Aha. Bosavering. Digiropyasini otadi, to'kilaveradi. Ha, bug'doy makkani o'sha maydada u holatga keltirib beraveradi. Aha. Bo'ladi aka. Aka, soatiga necha kilo chiqaradi? Soatiga bir 250 kilo chiqaraveradi. 200 kilo, 250 kilo chiqaraveradi. Zo'r qop chiqaraver ekanda. Aha. Mana mashinali holat. Zo'r. Kepay holat bir 50 boradi. 50 kilo boradi. 50% shakar o'zi 50% ko'k anaqa zo'r. Xo'p, endi akalar hozir mashinada mo'l setkani qo'yaylik aka, almashtirib. Yorma holatda sizlarga makkan mardagi bilan chiqaramiz. Setkani bemalol yondan almashtirib ishlatishingiz mumkin. Yaxshi. Yurgizavering. Shu aytganimizdek bitta drabilka o'sha 4 xil vazifani bajaraveradi-da. Makka o'tni ham chiqaraveradi, makka bug'doy ham chiqaraveradi, sotasi bilan ham chiqaraveradi. Mashq holatda tashaverasiz. Mol nima yesa bo'ldi? Ha, chiqaraveradi. Bunda anaqa yanta, panta, shuna narsalarni ham vaqti chiqaraveradi, maydalaveradi. Mana misol cho'qqaliklari ham misol 20-25 santimetrda chiqaraveradi, farqi yo'q.
bo'ladi aka. Endi buni misol tegirmonda bor chiqaraman desa, qopini 20 ming chiqarib beraman deydi. Unaqa. Olib keluvchi operator mana. Bu soatiga necha kilo haydaydi aka endi? Bu 300 kilo, 300 kilodan ortiq ham chiqaraveradi. Yo'q. Marda holatda. Ha, yirikroq bo'ladi-da bu endi yorma holat. Misol bug'doyni ham chiqaraman desangiz, 5, 6, 7 ga bo'lib yuboraveradi. Makkalar 10 ga bo'lib yuboraveradi. Juda qo'yga zo'rda. Qo'yga zo'r bo'ladi. Jo'jalarga ham zo'r. Jo'jalarga ham zo'r. Huli sezonlar boshlanyapti bag'ir. Ha, bundan bari tunji sezon boshlandi. Xo'p. Yana qaysi biri bor? Yana nima chiqarib? Hozir hammasini chiqardi. Hammasini chiqardi. O'sha men boshlayotganimda o'sha 4 xil elagi bor mana. 4 xil ko'rsatib qo'ying, hop. Shu bitta drabilkamiz mana shu 4 holatda ishni qilaveradi. Buni ikkita o'tdiki, mol qo'y, buni o'sa yorma bilan kepadi ekan. Kepa hol chiqarib beradi. O'sha bitta drabilka 4 xil vazifani bajaraveradi. Bajaraveradi. O'shaqa akalar, xudo xolisa ekranga nomer qoldirib qo'yamiz. Akamizga aloqaga chiqarasizlar, xudo xolisa manzilimizni tushuntirasiz. Farg'ona viloyati Yozyovon tumani. Xonoboddan. Akalarimiz hamma narsani o'zlari qilishadi. Lazer xizmati ham bor, o'zlari kesishadi, badarkada kesilmaydi. Ishlari ham xudo xolisa sifatli bo'ladi aka. O'shanda bizniki 1 million 200 ming so'mdan ish qilishdan 1 million 200 mingdan 2,5 milliongacha. 2,5 million so'mgacha dastlabkasi kelishilgan holatda. Dastlabkilarni kelishamiz. Kelishilgan holatda motoriga ko garantiya, o'ziga 6 oy. Buni 1 million 200 ming so'mmi qilib berasizlar, nechta deysiz? Nechta desa qilib beraveramiz. Qiziq ekan. Misol uchun kimdir misol voha tomonlarda menga ko'rpis kerak deyishi mumkin bir xillar. Ko'rpis ham buni jo'nataveramiz. Olib sotarlar bo'lsa kelishib anaqa qilaveramiz. Pichog'ini ham. Pichog'ini ham tayyorlab jo'nataveramiz, ko'rpis holatini ham tayyorlab jo'nataveramiz. Masalan, birabirga olishgan-ku, motori kuyib qolgan. Motorini ham beraverasiz. Motorini ham berib yuboraveramiz. Pichog'i sinib nimadir ketgan, pichog'ini jo'nataveramiz. Pichog'ini adini ham jo'nataveramiz. Ya, servis xizmatlari ham bor. Servis xizmatlari bor. Kelishsa bu. Lazer xizmati, servis xizmati, hamma narsa xizmatlari bor ekan. Xudo xolis qo'limizdan kelganicha masalan chiqarib berdik. Xudo xolis endi bundan ba'd kukutlar o'sib qolsa ham, kukutlarni ham chiqarib ko'rsatib beraveramiz. Hatto poholi ham chiqardi, gap yo'q, o'sha 1 million 900 ming so'm deganlari poholi ham mayin holda chiqarib berdi. Dastlabkamiz necha kunda yetib boradi vohalarga aka? Dastlabkamiz 3 kun deyapmiz. Endi uzoq ketsa 3 kunda boryapti. Bo'lmasa 2 kunda ham boryapti. Vaqt kelib qolsa 1 kunda ham yetib boryapti. 1 kunda yetib boryapti. Ha, 1 sutkada. Misol uchun obeddan keyin terib qolsa, ertasi kuni shopirimiz chiqib ketgan bo'lsa, sira jo'natyapsiz, ertasi kuni kechga yetib boryapti. 24 soat ichida ham borib qolyapti. 3 sutkada, 3 sutka ichida yetib boradi. Yaxshi. Xo'p, xudo xolisa qo'limizdan kelgan hammasi ma'lumotni berdik aka. Ha, ma'lumotlar. Tamom qolmadi. Shu garantiyalarni ham hamma yo'qlarni berdik. Xudo xolisa aloqaga chiqarasizlar. Sizga aka. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sog' bo'ling, charchamay. O'sha Vohoy tomon akalarimizga Yantog' ham, G'o'zapay ham chiqaraveradi-da. Chiqaraveradi. Topolmadik, G'o'zapay chiqarmadik. Chiqaraveradi o'sha. Yanta chiqaraman deganlar bo'lmasa, yanta chiqaraveradi. Keyin yana bitta narsa bor ekan. Shipirga urib, beda, nima, beda deyman. Arpa, har xil narsalarni xullas 2,5 arzon ekanda narxi. Shuna narsalarni ham mashinani maydamizda mana. Mashinada o'sha kepak holatda qilib chiqarsa bo'laveradi. Don mahsulotlardan lo'yali, qizil lo'ya, oq lo'ya deydi hali. Har qanday turli nimani chiqaraveradi. Dukkakli mahsulotlari hammasini masjidga chiqarib yoki yorma holatdan chiqarib bemalol chorvangizga berishingiz mumkin. Brendimiz ham Chorva Pro. Va brend ostida chiqadi. Xudo xolisa aka, sizga ham rahmat. Shu endi bu aksiyamiz shu tugagicha davom etadi, 1 million 200 ming so'mga. Xudo xolasa mana shu Ramazoncha aksiya qilinadi. Ramazoncha aksiya qilinadi. Akalar, sizga ham kattakon rahmat. Xudo xolisa sog' bo'ling. Shaydigacha ko'rgan bo'lsa videoga like bosib qo'ying degan umiddamiz. Xudo xolisa o'zimiz ustakalar, o'zimizni vodiylik ustakalarimiz. Endi agar mana shu narsalar bo'lmagandan keyin ishlab chiqarish bo'lmaganda Xitoydan olardi-da. Xitoy endi Xitoydan olishyapti. Xitoydan, Turkiyadan kelyapti bu narsalar. Lekin Xitoy bilan O'zbekistonning farqi bor. Borda. Xitoy endi ekonomishni arzon bo'lsin deydi, hamma yo'lda ekonomishni jo'natyapti. Ha, naraziyda. Bularimiz xudo xolasa 10 yil, 15 yil, 20 yil xizmat ko'rsataveradi. Xizmat ko'rsatadi. Tugamaydigan narsa. O'zimizni milliy brend. O'zimizni milliy brend. O'zimiz paddeshga qilib, endi paddeshga bitta like bosib, ustakalar mehnatiga
Agar shular bo'lmaganda biz hozir o'sha Xitoy drablikasi aka 5 million 6 million ketadi. Shunaqa. O'zimizni chiqqanligi uchun shular xalqqa shu 1 million 200 ming so'mdan 2,5 million 2 million 200 ming so'm qilib berishayotganligi uchun o'sha Xitoydan kelayotgan tovar ham arzonroq sotilyapti. Xitoydan kelayotganlar оборотлari ham past kelyapti keyin. Misol uchun ikkita ko'rdik biz. 1,5 million оборот misol. Ha, past bo'ladi. Shunaqa 2 kilovatga 1,5 million оборот. Pastda u. Mana shunaqa qilib misol biz quruq bilan non bo'lsa bir voq shotdan ham tashasangiz chiqarib yuboraveradi-da bu. Ular uni aqladi. Kuch pastroq bo'ladi. Kuch pastroq bo'ladi. Sizga ham katta akam rahmat aka. Charchamang xalq xizmatidan akalar. Ikram nomer qoldiramiz. Agar sizlarga mashina drabliklar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastga nomer terib o'zingiznikimi? O'zlari o'zlari yetkazib berishadi. Dastlabki ham o'zlari qilasizlar yo boshqa? Dastlabkani o'sha shopirimiz bor, 3-4 ta shopirlarimiz bor. Shular yetkazib olib borib beradi. To'lovi aytib qo'ying yo'q. To'lovlari borgandan keyin chilik orqali ham bo'laveradi, naqd pul ham bo'laveradi. Oldin olmaymiz, borgandan keyin mahsulot qo'liga yetib boradi, ishonch hosil qiladi, bo'ldi. Xolasa naqd beradi shopirimizdan, xolasa chilik orqali. Drablik olsalari, somon, poxol yo makka-pakka tayyorlab qo'ysalari, shopir olib borib, chiqarib oldiradi, ko'rsatib beradi. Yoqadi. Yoqsa pulni to'lab olaverasizlar. Shunaqa. Akalar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.